Assalomu alaykum hammaga. Biz o'tgan darslarda gidromexanik jarayonlar, issiqlik almashtirish jarayonlari haqida o'rgangan edik. Bugun esa yangi bo'lim massa almashtirish jarayonlari haqida o'rganamiz. Ma'lumki, 2 va undan ortiq aralashmalarni, murakkab aralashmani bir fazadan ikkinchi fazaga o'tishiga massa almashtirish jarayonlari deyiladi. Misol uchun, gaz fazadan suyuq fazaga o'tishi yoki suyuq fazadan qattiq fazaga o'tishi yoki gaz va suyuq fazani qattiq fazaga o'tishiga aytiladi. Misol sifatida absorpsiya jarayoni haqida gapirsak, tabiiy gaz tarkibidagi vodorod sulfat gaz holatda. Ushbu gaz amin suyuqligiga yutilganda tabiiy gaz tarkibidagi gaz holatda turgan holida birdaniga suyuq fazaga, ya'ni amin suyuqligiga yutilib chiqib ketadi. Yana bir misol neft, ya'ni emulsiya bir nechta suyuqlikdan iborat aralashma. Bug'latilganda kolonnada benzin bug'lari ajralib chiqadi. Ya'ni bu benzin bug'lari kolonnaning yuqori qismidagi benzin suyuqligiga yutiladi, ya'ni tarkibidagi benzin suyuqligiga yutiladi. Yana bir misol adsorpsiya, ya'ni siaritlarga tabiiy gaz tarkibidagi vodorod sulfat gazi yutilishi yoki tabiiy gaz tarkibidagi namlik, ya'ni suyuqlikni qattiq qismga siaritga yutilishi misol keltirsak bo'ladi. Massa almashtirish jarayonlariga adsorpsiya, shuningdek refrigeratsiya, haydash, kristallanish va qurish kabi jarayonlarni misol sifatida olsak bo'ladi. Bugun biz refrigeratsiya jarayoni haqida o'rganamiz. Ma'lumki, refrigeratsiya haroratlar farqi evaziga mahsulotlarni fraksiyaga ajratish hisoblanadi, ya'ni neftni yoki bir nechta suyuqlikdan iborat emulsiyani. Neft bir nechta suyuqlikdan iborat mahsulot hisoblanadi, ya'ni katta qismi suyuq uglevodorodlar. Shu mahsulot 350-400 gradusda qizdirilib pechda kolonnaga beriladi. Bu refrigeratsiyaning kolonna haroratlar, ya'ni 40 gradusdan boshlanib 350 gradusgacha har xil haroratlar mavjud. Neft tarkibidagi suyuq uglevodorodlar qaynash haroratlari evaziga fraksiyaga ajralishni boshlaydi. Yengil fraksiyalar yuqori qismdan chiqib ketadi, ya'ni gaz va gazokondensat, ya'ni yengil benzin chiqib ketib sovitiladi bu yerda sovutgichda. Natijada yengil benzin kondensatlanib pastga yig'iladi. Ushbu yengil benzinning bir qismini biz flegma sifatida kolonnaga beramiz. Ya'ni bu yerda flegmani ham o'rganib ketamiz. Flegma bu yerda kolonnaning yuqori qismida haroratni barqaror saqlash, ya'ni 40 gradusga 50 gradus atrofida saqlashni ta'minlaydi. Shuningdek, kolonnadagi tarikalarni yetarlicha suyuqlik bilan ta'minlaydi. Yetarlicha suyuqlik bo'lsa, tarikalarda pastdan chiqayotgan benzin bug'lari tarikada yig'ila boshlaydi. Ya'ni bug' fazadan suyuq fazaga o'tib yig'ila boshlaydi. Qolgan yengil benzin esa mana bu yerdan chiqayotgan og'ir benzinga qo'shilib, ikkilamchi qayta ishlash, ya'ni reforming, gidrotozalash jarayonlariga ketadi. Kolonna o'rta qismidan esa, misol uchun 140 gradusdan 220 gradusgacha kerosin fraksiyasi chiqishni boshlaydi. 220 dan 300 gradusgacha esa dizel fraksiyasi chiqishni boshlaydi. Pastki qismida og'ir fraksiya mana bu yerdan chiqadi, reboilerga beriladi. Reboiler ushbu mahsulotni qaytadan bug'latadi, ya'ni harorat beradi. Natijada yengil fraksiyalar bu yerdan chiqib, kolonnani yana fraksiyalarga ajralishni boshlaydi. Og'ir fraksiyalar mana bu yerdan o'tib, mana bu yerda yig'ilib, mazut sifatida, ya'ni qoldiq sifatida chiqib ketishni boshlaydi. Reboiler bug' orqali qizdiriladi, mana bug' keladi, qizdirib chiqib ketadi. Boilerdan farqi, boiler faqat suvni qizdirib bu holatga o'tkazadi. Reboiler esa mana shunaqa kolonnaning pastki qismlari o'rnatiladi, qayta bug'latish uchun ishlatiladi. Vizual ko'rinishi mana bu yerda mana yuqoridan kelyapti mahsulot. Neft emas, endi bu butanning kolonnasi ekan, deputanizator kolonnasi. Butan propanni bir-biridan ajratish uchun, gazokondensat ajratish uchun ishlatiladi. Neft refrigeratsiya kolonna, lekin bu ham biz e'tibor beramiz mana bu yerdan, mana reboilerga boryapti mahsulot. Ya'ni og'ir mahsulot mana reboilerda qisman qizdiriladi. Mana qisman qizdirilish evaziga mahsulot bug'lanadi.
Qizdirish mana bu yerda mana aytib o'tyapti, bug' bilan amalga oshiriladi. Ya'ni bug' kelib riboylarni qizdiryapti. Natijada bu yerdagi mahsulot, riboylardagi mahsulot bug'ga aylanib, bir qismi kolonnaga boradi. Kolonnaga borib mana bug' bo'lib yuqoriga ko'tariladida, tarelkalarda yig'ilishni boshlaydi. Misol uchun, gazokondensat fraksiyasi pastki qismida yig'iladi sifatida. Endi butan masalan teparoqda yig'iladi deb tasavvur qilamiz. Propan butan yoki boshqa gazlar mana bu yerdan chiqib ketyapti mana. Sovutgichda soviladi, sovigandan keyin og'ir fraksiyalar pastga yig'iladida, gazlar esa mana bu yerdan chiqib ketadi. Qismi suv ham bor ekan, mo'juz mana suv bu yerdan chiqib ketyapti. Mana. Suya mahsulot bir qismi bu yerdan keladi-da, mana flegma sifatida, ya'ni arachina sifatida kolonnaga beriladi. Arachinani aytdim o'yna, ya'ni flegmani vazifasini haroratni saqlash, yuqoridagi haroratni saqlash va tarelkalarni mana bu yerga to'ldirish. Mana tarelkalarni to'ldiradi. Mana tarelkalar to'lishni boshladi. Tarelkalar yetarlicha to'lsa, mana chiqayotgan bug' faza mana tarelkada yig'ilib, mahsulotimiz ajrala boshlaydi, fraksiyaga ajrala boshlaydi. Qolgan mahsulot esa mana bu yerdan chiqib ketadi. Vertikatsiya jarayoni haqida ma'lumot.